Rossiyada mehnat muhojirlarini chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 barobarga oshirilishi kutilmoqda, deb xabar berdi Ozodlik radiosi 9-aprel kuni. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zining Telegram kanalida tegishli qonun loyihasi allaqachon ko'rib chiqishga tayyorlanayotganini yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya qonunchiligini qattiqlashtirish bo'yicha ishlar Davlat Dumasi tomonidan 2024-yildan buyon 22 ta federal qonun qabul qilgan. Shulardan 18 tasi deputatlar tashabbusi bilan kiritilgan. Yangi qonun loyihasi chiqarib yuborish uchun sabablar ro'yxatini 22 tadan 43 taga kengaytirishni nazarda tutadi. Agar u qabul qilinsa, migrantlar quyidagilar uchun ham mamlakatdan haydaladi. Jamoat tartibini buzish, huquqni muhofaza qilish organlari talablariga bo'ysunmaslik, hayotiy muhim obyektlar, transport yoki ijtimoiy infratuzilma, aloqa tizimlari, piyodalar va transport vositalari harakatiga xalaqit berish, Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan ommaviy harakatlar, Rossiya, uning fuqarolari yoki kompaniyalariga nisbatan siyosiy yoki iqtisodiy sanksiyalar joriy etish yoki uzaytirishga chaqiriqlar. Ushbu oxirgi band ayniqsa muhim. Bu amalda chet el fuqarosi ijtimoiy tarmoqlarda bergan bayonotlari uchun deportatsiya qilinishi mumkinligini anglatadi. Deportatsiya uchun asoslarni kengaytirishdan tashqari, ayrim huquqbuzarliklar uchun jarimalarni oshirish taklif qilinmoqda. Markaziy Osiyodan kelgan millionlab mehnat migrantlari uchun Rossiya asosiy daromad manbai bo'lib qolmoqda. Bu yana Rossiya immigratsiya qonunlarining kuchayishi, politsiya reydlarining ko'payishi, ksenofobiyaning kuchayishi va Ukrainada mehnat muhojirlarini frontga jo'natish kampaniyasiga qaramay sodir bo'lmoqda. Mehnat muhojirlari har qanday zo'ravonlik turlariga duch kelishyapti. Qotillik, qiynoq va xo'rlik. Bu holatlar hatto Rossiya pasportini olishga muvaffaq bo'lishgan taqdirda ham har qachongidan ko'proq sodir bo'lmoqda. Ochiq ko'rinayotgan haqiqat shundaki, Alloh taoloning qonunlari insonlar hayotida tatbiq etilmas ekan, shaytonning xizmatkorlarining qonunlari hukmronlik qila boshlaydi. Ularni xorlaydi, qiyinchilik va mashaqqatli hayotga botiradi. Musulmonlar shariat qonunlarini hayotga tatbiq etadigan xalifaliksiz buyuklikka erisha olmaydilar.